eng zo'r turlarni zo'r narxda har doim erta bronatib qo'yganlardi. Hozir yoz uchun Gruziya hamda Antaliya uchun rangi bronlar ketib turibdi. Bemalol ofisga kelib Gruziyani ekskursion turlarini ertadan bronatib qo'ysangiz bo'ladi. Antaliya uchun ham xohlasangiz biletlaringizni, lekin eng asosiy otellarni o'zidan bronatib qo'ysangiz bo'ladi. Ko'pchilik yaxshi otellarning narxi ko'tarilib ketadi, ya bo'lmasa umuman joylari tam bo'lib qoladi. Gruziya uchun 7.350.000 so'm, $600 bo'ladi. 2 shahri bor. Xohlasangiz 3 kun Tbilisi, 3 kun Batumi bo'ladi. Tbilisiga qo'nasizlar, 3 kun aylanasizlar, keyin Batumi o'tib, yana 3 kun aylanib, Batumidan qaytib kelasizlar Toshkentga. Xohlasangiz 3 shahrida 2 kundan bo'ladigan varianti bor. Uning narxi to'shin shunday chiqadi. Ko'pchilik klientlarimiz o'tgan yil yozda bordilar Gruziyaga, hazrat dam oldilar. Ob-havosi, tabiati, xullas, любой odamning ko'nglidan joydan davlat. Kimga qiziq bo'lsa, ofisga kelaverasiz, xudo xolasa, dam olsangizni cho'tkatib rejalashtirib, taxlab beramiz.